Xo'p, sog'lom munosabatlar deganda bizning hayolimizga o'zaro tushunish, o'zaro hurmat, shaxsiy chegaralar va ularni buzmaslik degan tushunchalar hayolimizga keladi. Va ba'zilar bilan agar biz bu munosabatlarni qura olmasak, orani bemalol ochib tashlasak bo'ladi. Lekin ota-ona bilan bo'ladigan munosabatda muammolar bo'lsa, biz orani ochib yubormaymiz. Biz munosabatlarni to'xtatmaymiz, chunki bu munosabatlar eng muhim aloqalardan biri hisoblanadi. Va aynan shu munosabatlarni yaxshilash boshqa munosabatlarga qaraganda qiyinroq bo'lishi mumkin. Sababi dunyoqarashlar har xil, pozitsiyalar har xil va agarda bizani avlod xafagarchiliklarni ichingda saqlama, har bir emotsiya o'rinli va shaxsiy chegaralar degan pozitsiyada turadigan bo'lsa, katta tepadagi avlod ularni tushunchasi nafaqat xafa bo'lishga haqqing yo'q, balki emotsiyalaringni ham ko'rsatma, xafagarchiligingni ham ko'rsatma, вообще будь паинькой degan pozitsiyada bo'lishi mumkin. Va ayniqsa farzandiga nisbatan nosog'lom qarashda bo'ladigan ota-onalar ham yo'q emas. Nosog'lom qarash deganda baxtini, mas'uliyatini farzandiga berib qo'yish hisoblanadi. Ya'ni u bo'lishi mumkin har narsada uni ayblash yoki san menga долженsan deb kichkinaligidan uqtirish. Dumololab aytganda, moё счастье будет зависеть от твоих действий deydi. Xullas, bu videoda psixologik razbor qilmaslikka harakat qilaman, sababi men psixolog emasman. Va bu videoni ota-onani nosog'lom qarashi deb boshladim. Bu degani ularni xatolarini razbor qilamiz degani emas. Chunki ular har narsada aybdor ham emas va siz ham aqlliroq emassiz. Shuning uchun oxirigacha eshitamiz. Bizni dinimiz bor, bizni qadriyatlarimiz bor va shundan kelib chiqib aytaman. Xo'p, dinimizda aytiladiki, ota-onaga nisbatan biz mehr-muhabbatda bo'lamiz, hurmat qilamiz va itoat etamiz. Lekin agar qarorlar adolatsiz bo'lsa, ularga itoat etmaymiz. Zulm qilishsa ham hurmatda bo'lamiz va mehr-muhabbatda bo'lamiz. Va bu narsa ularni to'liq qabul qilishlik haqida prям четко ясно tushuntirib beryapti. Va yana bir narsani odam esda saqlashi kerak. Mehr-muhabbat, ya'ni любовь и забота deylik, bu odamni ich-ichidan проявляться qiladigan hissiyot. Ya'ni это чувство проявляется из глубины. Va xafagarchiliklar shunaqangi bir evil narsaki, shunaqangi yomon narsaki, u mana bu istochnikni yo'q qilib yuboradi. Ayrim odamlarga nisbatan проявлениясini просто yo'q qilib yuboradi. Sababi bor narsani ham yo'q qilib qo'yadi, yo'q narsani esa bor qilib qo'yadi. Odamni ko'zini ko'r qiladi. Nima ma'noda? Bizning dinimizda aytilgan, oldin Xudoga shukr qilgin, keyin ota-onaga shukr qilgin. Va mana bu xafagarchiliklar aytib o'tganimdek, shukr qilishga поводlar bor-ku, для родителей-da, поводlarni yo'q qilib yuboradi просто. O'sha aytganimdek, bor narsani yo'q qiladi, yo'q narsani bor qiladi. Odam bu narsani ulg'aygan sari sezadi. To, что bo'ldi, уже проявление любви ich-ichidan chiqmayapti. Xo'p, har bir munosabatlar bu ish, o'zini ustida ishlash, отношения это работа над собой. Sababi sizga bo'ladigan munosabat bu sizni ichki dunyoingizni yoki qarashlaringizni aks ettiradi. Har bir quriladigan munosabat bu o'zingizni tarbiyalash. Opamni farzandlari bo'lgani uchun ular juda ham ko'p farzand tarbiyasiga taalluqli kitoblarni o'qiydilar. U bo'lishi mumkin farzand psixologiyasi, umuman olganda. Va bizda juda ham yaxshi обмен informatsiya bo'ladi. Agar gaplashib o'tirsak, u kitoblarda aytilar ekan. Mana bunaqa возрастda bola bunaqa qiliq qiladi va seni reaksiyang mana bunaqa bo'lishi kerak. Вот показывать, что надо делать. Yoki mana qiliq qilib qolishi mumkin. Shunda sen chegaringni qo'ya olgin. Bo'lmasam keyin bu mana bunaqa hodisa bo'lishi mumkin deb farzand tarbiyasiga taalluqli informatsiya beriladi xullas. Va bu narsaga bundoq logично olib qaraydigan bo'lsak, u yerda ham farzand tarbiya qilinmayapti, balki ota-onani tarbiya qilyapti. Uni reaksiyalarini tarbiya qilyapti. Bu gapim bilan aytmoqchimanki, har bir munosabatlarda odam o'zini tarbiya qiladi. Ya'ni ishchilar bilan hatto munosabatda, turmush o'rtog'i bilan munosabatda, do'stlari bilan munosabatda, ota-ona bilan munosabatda odam o'zini tarbiyalaydi. O'zini tarbiyalash mas'uliyatni olish hisoblanadi. O'zini tarbiyalash bu nafsni tarbiyalash. Emotsiyalarga mas'uliyatni olish, ularni chekiga surib qo'ymaslik, reaksiyalarga mas'uliyatni oladi. Faqat o'zini reaksiyalariga shunda ham. Boshqalarnikiga emas, chunki boshqalarning reaksiyalarini biz kontrol qila olmaymiz. Va shu uchun ham birinchi qiladigan ishimiz bu o'zimizdan boshlash bo'ladi. Xo'p, juda ham ko'p muammolar tushunmovchiliklardan kelib chiqadi va bilasizmi, tushuntirishga harakat qilish bu kurashish degani. Ya'ni siz o'zingizni tushunchangizni to'g'ri deb ko'rsatishga harakat qilasiz. O'zingizni pozitsiyangiz to'g'riligini isbotlashga harakat qilasiz. Ya'ni bu narsalar o'zaro suhbat emas, o'zaro informatsiya bo'lishish emas. Bu narsalar debati. A debatlarda nima qiladi odam? Pravligiga ishontirishga harakat qiladi. Kerak bo'lgan joyda o'zini himoya ham qiladi.
Hop, mana shu debatlarni olib borish, mana shu kurashish umuman kerak emas narsa, sababi ota-ona bilan kurash olib borilmaydi. Вот. Единственное, что я могу здесь вот так вот прям написать, закрепить, bu ular bilan kurash olib borilmaydi. Всё. Kurashda ikki raqib bir-birini yengishga harakat qiladi, tushunishga emas. Va o'zaro tushunish orqali tinch muhokama qilish ilojsiz bo'lsa, unda u suhbatni umuman boshlamagan yaxshiroq. Когда вы думаете, что они как-то живут неправильно или как-то они размышляют неправильно и не принимаете это полностью, вот в таких случаях в психологии даже большой процент того, что ребенок повторит судьбу родителей. Hop, o'rtoqlar, xafagarchiliklar haqida gaplashamiz. Xafagarchiliklar siz nimadirni ola olmaganingizdan kelib chiqadi, ya'ni oqlanmagan umidlar va kutuvlar. Bolacha uchun ota-onasi, ya'ni ota-onadan bolacha himoyani, xavfsizlikni, tayanchni, adolatni, ishonchni, mana shu narsalarni qidiradi va shu narsalarga javob berilmasa, unda muammolar bo'lishi mumkin, xafagarchiliklar bo'lishi mumkin. Deylik, emotsional xavfsizlikni his qilmaydi yoki rostdan ham shunaqangi holatlar bo'ladi. Otasini ichgan holida ko'radi va u o'zini uyda deylik xavfsiz his qilmaydi. Ну, давайте hozir biz sizlar bilan travmalarni разбор qilmaymiz. Bu sizlarni o'zinglarning ishinglar, так что на это тратить время я не собираюсь сейчас va olinishi kerak bo'lgan harakatlar haqida gaplashamiz. Hop, umuman olganda farzandni hali ichki tayanch shakllanmagan davr bo'ladi u payt va tayanchni ota-onasidan qidiradi. Но уже мы взрослые, уже ichki tayanch shakllangan bo'lishi kerak yoki shakllanayotgan bo'lishi kerak, balki meni ko'rayotgan odamlarda, to'g'rimi? U ichki tayanch nima? U Xudo bilan bo'ladigan aloqa. Ya'ni endi shu himoyani ham, xavfsizlikni ham, adolatni ham, ishonchni ham, tayanchni ham biz kimdan qidiramiz? Xudodan qidiramiz. Va mana shu xafagarchiliklar, aytganimdek, oqlanmagan umidlar. То есть bizni xayolimizdagi standartlarga javob bera olishmasa, o'shanda bizni ichimizda qanaqadir xafagarchilik bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqadir ma'noda ularda ham sizga nisbatan shunaqa tushuncha bo'lishi mumkin. Ya'ni siz ham в какой-то степени ularning xayolidagi standartlarga javob berishingiz kerak. Lekin odamlar shunaqaki, biz bir-birimizni qo'ygan standartlarimizga javob bera olmaymiz. Va boshida aytib o'tganimdek, o'zini tarbiyalash ichki tayanchini ham shakllantirish hisoblanadi. Demak, biz o'zimizni tarbiyalashni boshlaymiz, xafagarchiliklarni ustida ishlaymiz va kurashishni to'xtatamiz. Shukr qilishni ham boshlaymiz. Ya'ni eng birinchi povod shukr qilish uchun bu ularni sizni hayotingizda portal rolini o'ynab bergani. Ya'ni siz bu dunyoga ular orqali kelgansiz, ayniqsa onangiz orqali. Вот. Mana shu portal roli hisoblanadi. Va o'ylaymanki, boshqa povodlarni ham ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Xullas, bo'ldi, men aytmoqchi bo'lgan narsalarning hammasini aytdim. Qolgani o'zingizlarning hayotingizga, o'zingizlarning podxodingizga bog'liq. Agar yanada ko'proq savollar bo'ladigan bo'lsa, yozishga uyalmang. У меня также есть Instagram, Direct. Всё, девочки, всем пока. Покеда.